ulg'ayganimiz sari tushunib yetamiz ekan shu narsani. Nimani? 30 dollarlik kashilogam, 300 dollarlik kashilogam bir xil pulni sig'dirar ekan. 300 dollarlik soat ham, 30 ming dollarlik soat ham bir xil vaqtni ko'rsatar ekan. 30 ming dollarlik mashina ham, 300 ming dollarlik mashina ham bir xil masofaga olib borar ekan. Agar samolyot qulasa, biznes klassdamisiz, ekonom klassdamisiz, yerga bir xil tushasiz ekan. Siz odamlarga pul berib turib, siz uchun mashinani haydatib qo'yishingiz mumkin ekan. Siz pul berib turib odamlarga sizga pul topishlikka ishlatib qo'yishingiz mumkin ekan, lekin siz hech kimni ustingizga kelgan dardni tortib berdi pul bera olmaysiz ekan. Ajal degan narsa kelganda meni o'rnimga o'lganda pulni bera olmaysiz ekan. Meni shuncha topgan obro'yim, shuncha topgan boyligim, hurmatim o'lim degan haqiqatni oldida sariq chaqaga ham arzimas narsa ekan. Bu odam maqsadni noto'g'ri qo'ydi, garchi ishlari shu